Assalomu alaykum. Bugungi darsda biz Dictionary'da skript haqida gaplashamiz. Bu yerda skript ya'ni biz ishlayotgan birorta proyektga dastur yozish orqali natijalarni tezroq olishni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, skript bu dastur ichidagi amallarni avtomatlashtirish uchun yoziladigan kod hisoblanadi. Oddiy qilib aytganda, qo'lda bajariladigan ishlarni skript orqali avtomat bajarish mumkin. Misol qilib, biz bitta model tanlab olganmiz, ya'ni 9 tug'ilni elektr sistemasini tanlab olganmiz. Bu yerda ya'ni C yuklamani quvvatini o'zgartirish orqali biz oldingi va keyingi kuchlanishlar o'zgarishini va ular orasidagi farqni dasturini tuzishni ko'rib chiqamiz. Agarda biz bu ma'lumotni deylik ish jarayonida olmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bunga ko'p vaqt ketib qoladi. Biz yozilgan skript orqali bu narsani biz qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, qisqa vaqtda bu narsa amalga oshadi. Bu skript ya'ni biz bu skriptni takroriy ish jarayonida ma'lumotlarni ya'ni natijalarni olishda juda qo'l keladi bu narsa. Mana ko'rishingiz mumkin, bu skript orqali olingan natijalarni ko'rinishi. Ya'ni bu yerda yuklama o'zgarishidan oldingi kuchlanishlarning qiymati va undan keyingi qiymat va ular orasidagi farqlar. Mana quvvatning oldingi qiymat va keyingi qiymati haqidagi ma'lumot. Xo'sh, buning uchun biz mana bu joyda biz bitta model ochib olganmiz. Bu yerda biz bitta skriptni hozir noldan yaratamiz va o'sha skriptni ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana bu joyda mana data manager orqali biz ishlayotgan fayl tanlanadi. Mana bu joyda library orqali mana bu joyda skript bor. O'sha skriptga mana buni yangi obyekt qo'shish orqali Python script Python, ya'ni bu yerda ikki xil ochiladi, DeepL hamda Python script ochiladi. DeepL bu Dictionary Programming Language, ya'ni Dictionary o'zini tili. Python script esa bu Pythonda yozilgan dastur. Odatda ko'proq mana shu Python script ishlatiladi. Shuning uchun mana shu joyda hozir biz Python scriptni ko'rib o'tamiz. OK deb bosish orqali mana bu joyda skript oynasi paydo bo'ladi. Bu skriptga nom beramiz. Xo'sh, deylik. Kuchlanishlar natijasi deylik. Natijasi kuchlanishlarning o'zgarishining natijasi. Hop, mana bu yerda skript mana. Bu yerda hozir skriptimiz yo'q. Biz xo'sh. Bu yerda skript yozishga ko'p vaqt ketganligi sababli buni biz oldindan yozib olganmiz. Shu yozilgan skriptni hozir ishlatib ko'ramiz. Bu yozilgan skript va bu haqida ma'lumotlar Telegram kanaliga video bilan birga tashlanadi. Mana bu joyda ko'rishlaringiz mumkin. O'sha ishlatilgan skriptni kodi hamda har bitta skriptda ishlatilgan kodlarni qisqacha tushuntirishi keltirilgan. Bu orqali siz skript ishlatib nima vazifada kodlar ishlatilganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammasi aniq va qisqa tushunarli keltirilgan bo'ladi. Hop, bu narsa beriladi. Xo'sh, mana yozilgan skriptimiz copy, ya'ni saqlanib olamiz. Hop, mana joyga. Xo'sh. Bu yerda mana skriptni ishga tushish jarayoni, ya'ni sayt ishlatib olinyapti. Mana bu joyda ya'ni skriptni nomi, ya'ni skriptdagi mana load flow berish jarayoni mana ketyapti. Load flow, bu yerda load flow berish jarayoni. Mana bu joyda ko'rishingiz mumkin, load sni topish deyilgan. Bu yerda lmload. Bu lmload degan ya'ni hamma yuklamalarni ko'rib chiqish jarayoni
ketyapti. Bu yerda skript, bu Word, ya'ni berilgan sizda skriptni tushuntirishda bu narsalar keltirib o'tilgan. Xo'sh, endi mavjud eski yuklamani saqlash jarayoni keltirilyapti. Bu yerda mana Elmterm, bu yerda nima? Elmterm bu shinani biriktirib olish, ya'ni shinalar natijalarini ko'rish ko'ydi. Ya'ni bu yerda Elmterm, ya'ni bu yerda shinadagi o'zgaruvchilar, deylik, kuchlanish bo'lishi mumkin, kuchlanishda og'ishi va boshqa ma'lumotlarni shu orqali olinadi. Hop, mana bu o'zgartirishdan oldingi load flow, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda mu bu kuchlanishni birga nisbatan o'zgarishi. Ya'ni hozir slaydda ko'ramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kuchlanishni birga nisbatan o'zgarishi. Hop, mana yuklamani o'zgartirish 50 va 10 ga o'zgartirgin deyapti. Ya'ni bu yerda pulni, bu yerda aktiv quvvatni 50 ga o'zgartirgin. Bu esa reaktiv quvvatni 10 ga o'zgartirgin degan. Siz buni tanlab olish orqali xohlaganingizda 50, 60 buni o'zgartirish, o'ziga kerakli bo'lgan qiymatga o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda xuddi shuningdek mana bu yerda load tanlab olinyapti. Siz o'zingizda proyektingizda yuklamani ham nomini tanlab olib bemalol o'zgartirib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Hop, mana bu joyda nima? Olingan natijalarni qanday ko'rinishda hosil bo'lishi, ya'ni bu yerda mana bu nuqtadan keyin 6 ta harf, 6 ta son bo'lishi kerakligi haqida mana ma'lumot deylik, mana ko'rishingiz mumkin. Nuqtadan keyin mana 6 ta ma'lumot, 6 ta son. Xo'sh. Bu yerda natijalarni hosil qilish jarayoni va mana bu joyda esa olingan natijani Excel faylga yuklash. Ya'ni Excel faylida hosil qilish. Xo'sh. Execute tugmasini bosish orqali biz ishlatamiz. Okey. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Oldin 90 ga 30 edi, hozir 50 ga 10 ga aylandi. Mana bu yerda mana kuchlanishlarni o'zgarishi va ular orasidagi farq. Hop, keling mana kuchlanishda yuklamani o'zgartiramiz. Hop. 120 ga 35. Okey. Mana ko'rishingiz mumkin. 120 ga 35 ga o'zgardi. Hop, ana endi skriptni ishlatamiz. Hop. Skript ishlatishda mana bu yerda mana biz hosil qilgan skript mana bu yerda ko'rinib turibdi. Buni execute orqali osongina ishlatish mumkin bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Oldin 120 ga 35 edi. Keyin mana 50 ga 10 ga o'zgardi degan ma'lumot kelib chiqyapti. Hop, ana endi biz misol uchun yuklamani mana o'zgartirdik. Shu orqali mana chiqdi. Ana endi biz Excel variantda mana shu narsa chiqqanligi haqida ma'lumot ko'rib chiqamiz. Xo'sh, CSSga kiramiz. Userga kiramiz. Hop, mana documents. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana 104 mana Xo'sh, papkadan chiqib ketmaganmiz shekilli. Qaytadan ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, deylik 110
20. Mhm. Execute bosamiz. Bosdik. Mana. Demak, ushlanishlar farqi chiqdi. Ana endi papkaga kiramiz. Mhm. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ikkinchi shinamiz 1.025, bu yoqda ham 1.025. Tak, 9-chi shinani ko'rishingiz mumkin. 1.033, bu yerda ham mana 33. Mana o'zgarishi va orasidagi farqlar mana bu joyda. Xo'sh, hozir bu yerda mana deyarli bir xil hammasi. Deyarli emas, aniq bir xil. Buni oldingida biz papkani yopmaganligimiz uchun eski papka qolib ketgan. Buni ko'rishingiz mumkin mana. Deyarli bir xil. Mana shuni Excel variantda natijalar olishingiz ham mumkin bo'ladi. Ha, hop. Shuning bilan darsimiz tugadi. Mat. Shuningdek yana bir narsani aytib ketay dars tugash jarayonida. Bu yerda mana bu joyda tutorial orqali siz mana bu joyda scripting with Python in Power Factory orqali bu yerda mm, mana buni bosadigan bo'lsak, mana bu joyda mana ko'rishingiz mumkin mana. Ya'ni qo'llanma kelib chiqadi. Shu qo'llanma orqali siz o'sha skript yozishni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, mana yana bitta kirasiz mana. Mana bu orqali skriptlarni olib bemalol ishlatib ko'rishingiz. Bundan tashqari YouTube'da ham videolar bor. Uncha qiyin emas. Buni o'rganish oson. Shuning bilan darsimiz tamom. Rahmat.